Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Chilonzor 23-kvartalda joylashgan. Uchtepa outletning oldidagi arkali ko'chadan kirib kelaverishimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ko'chamizda hozirda 24/7 ishlaydigan ko'cha bo'lgan. Atrofida mana fontanlar qilib qo'yibdi. Yozgi kunida juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Mana bu o'rtada maktab bor, rus maktab. Bu tomonda joylashgan. Keyin bu tomonda ham bitta o'zbek maktab bor. Bu uyimizda 5 etажkali domni 3-etajida joylashgan. Xonalar soni 2 xona, 2 xonani 4 xona qilib foydalanishyapti. Hozirgi kunda remont tayyor, kirib yashaydigan qilib qo'yilgan. Hozir sizga ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatamiz. Kelavering. Mana bitta ham bu fontan bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Ziloni zonalar qilib qo'yishibdi mana. Skamikalar qilingan, bemalol o'tirib dam oladigan joy. Domimizda mana shu hozir sizga ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Atrofida mana magazin bor mana. Mana kirib kelganimizdan ko'rishlaringiz mumkin, domlarning oldi ham juda ham toza, ozg'ida akkuratli holatda turibdi. Mana bu o'rtada trenajyorni joy qilib qo'yishgan. Bu o'rtada detskiy o'yingoh bor. Mana bitta besetka. Domlarning oldini ko'rsangiz ham o'zi tozaligi juda ham bilinib turibdi mana. Bu qaytadan emulsiya qilindi mana. Ko'rib turganlaringiz domning fasadi. Mana mashina qo'yishga ham parkovkalari joyida. Ko'rib turganlaringiz. Keling, mana shu podyezdda bizning sotilayotgan uyimiz. Hozir ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatib beraman. Kelinglar. Yo, bismillah. Uylari mana kraska qilib qo'yilgan ekan. Podyezdga chiqaverishi. Uyimizda eshigini ham ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklari ham yaxshi eshikdan qo'yilgan. Eshikdan kirib oldik. Kirib olganimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Prixoshkachasi. Prixoshkaga prixojniy mebellar qilib qo'yilgan mana. Turib olib bemalol oyoq kiyimlarni almashtirsangiz bo'ladi. Bu tarafga qarab oynamiz bor ekan mana, soch taraymiz oynaga qarab. Keyin boshlaymiz mana bu tarafimizda bizning birinchi hojatxonamiz. Hojatxonamizni yaxshi kafillardan qilib chiqarib qo'ygan ekan. Keyingisi hammomimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hammomimizga ham holatda ajoyib holatda turibdi. Remontdan chiqqan tayyor. Kelasiz, kirib bemalol yashayverasiz. Keling. Bu bizning oshxonamiz. Oshxonamizga mana kuxonda mebellar qilingan. Kir mashinamiz bor 6 kilogramligidan. M1da mana xolodilligimiz, muzlatgichimiz ko'rishlaringiz mumkin. Atapninalar issiqqina, bunaqa sovuq emas, zo'r holatda turibdi. Bu balkonimiz 2 ga 6 bo'ladi. 2 ga 6 ni buni yarmini kuxonga oshxonacha qilib qo'yibdi mana ko'rishlaringiz mumkin. U tarafida esa bitta spalnya qilib qo'yilgan. Bemalol o'tirasizlar, mana suv-suvlar qo'yib, sharoit zo'r qilib qo'yishgan ekan o'zi. Keling. Bu bizning zalimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Zalimizning holatini ko'rib turganlaringiz mana divanlarni yaxshidan qo'yib qo'yilgan. Bemalol kelib o'tirib, televizor ko'rasiz. Televizor ko'rish uchun mana televizor uchun zona bo'ladi. Bizning bu tarafimizda kattalar yotoqxonasi spalni joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Spalni qo'yib qo'ygan mana pardalar, aboydan chiqqan tayyor remontli uy. Kirib yashashga tayyor uy so'raganlar uchun juda ham zo'r variant. Mana bitta ko'rishlaringiz mumkin. Mebellar qilib qo'yilgan. Keling. Oyna aytganimdek 2 ga 6 balkonni yarmini kuxonga oshxona qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin, o'tirib bemalol stol qilib qo'yilgandi. Bu tarafida esa spalnya qilib qo'yilgan mana. Bu tarafda esa yaxshi shkaflardan qilib kiyim-kechaklar qo'yishga variant. Juda ham yaxshi variant bo'ladi bu uyimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari bilan kelishgan holatda 75 ming bo'lsa beraveraman deb aytdilar. Pastdagi raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib telefon qilib, kimgadir yoqqan bo'lsa bemalol baraka qilishlaringiz mumkin. Bizani yo'qotib qo'ymasligi uchun bitta like hamda podpiska bosish umuman esdan chiqmasin. Bizada har doim yaxshi variantlar chiqadi. Yana bitta sizlarga xabarim, bizada ko'p videolarni chiqarishga harakat qilyapmiz, lekin ko'p uylar qolib ketyapti. O'sha uchun bizning Telegram kanalimiz bor. Telegramda ham Bekzod bo'yicha deb yozsangiz, ko'p juda ham yaxshi variantlar chiqadi Telegram kanalimizda ham. Keyin uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, yaxshi narxlarda sotib berishga harakat qilamiz. Agar olmoqchi bo'lsangiz, yaxshi arzon narxdagi uylarni topib berishga ham bizada shunaqangi sharoit bor. Bemalol pastdagi telefon raqamlariga telefon qiling. Ishingizni juda tez va sifatli darajada hal qilib beramiz.